Bu dunyodagi eng aqldan ozdiradigan lazer qurilmasi va biz bu video uchun juda ham xavfli bo'lgan lazer qurilmalarini yaratdik. Bu yerda 10 ta ishtirokchi turibdi. Oxirida qolgan ishtirokchi esa 250 ming dollar yutadi. Ortimdan birinchi xonaga xush kelibsiz. Sen nima ustimizdan kulyapsanmi? Qanday o'tamiz bu yerdan? Qoidalar oddiy, siz bu pul to'ldirilgan qutiga yetib borishingiz kerak. Agar siz bu lazerlarga tegib ketsangiz, 250 ming dollardan mahrum bo'lasiz. Qani ketdik, bo'lmasam birinchisini boshladik. Yaxshi, birinchisi boshladi. Oh, bolalar nima bo'ldi? Men ham asabiylashyapman. Bu juda ham kulgili, chunki bu xona eng oson xona edi. Bundan keyingilari qiyinroq bo'ladi. Okey. Bu qiz birinchi nomerdagi bolani qimirlashiga yo'l bermayapti. Xullas bolalar, u yerga o'tishim kerak. Bu sizlarga oddiy o'yindek ko'rinyapti, lekin bu juda muhim. Bu yerda 250 ming dollarlik to'la quti turibdi. Okey, yaxshi. Hammasi yaxshi? U sana oldinga ketyapti. Yo xudoyim! Yo xudo! Yo'q, o'yindan chiqdim. Nima uchun? Yo xudoyim! 9 ta qoldi. Yo'q, ha, eplaysan. Birinchi odam maraga yetib keldi. Ikkinchisi ham. Men tiqilib qoldim. Kiyimim tegib qolmayaptimi? Ha, yutdi. Bu juda ham yaqin keldi. Ozgina qoldi. Aytgancha, o'tgan videoda biz bexosdan yerni portlatib yuborganimiz uchun endi bu o'yin kosmosda bo'ladi. Aniq bu montaj emas, bu haqiqiy video. Endi bu savolni menga beravermanglar. Tabriklayman, siz birinchi bosqichdan o'tdingiz. Ha, biz epladik. Endi 7 kishisizlar. Birinchi bosqichdan taassurotlaringiz? Men to'pladim, jamladim, to'pladim. Sen to'pladingmi? Taassurotlarini to'pladim. Yaxshi. U 250 ming dollarni albatta men yutaman. Yutasanmi? Albatta. Ana endi 250 ming dollarlik kurash uchun 7 kishi qoldi. Mayli, ketdik. Ketdik. Qani, sizlar asheta to'xtanglar. Uzoqroq ketib qolmanglar. Nimalar bo'lyapti? Yaxshi. Lazerlarni yoqinglar. Men qo'rqyapman. Endi bu lazerlardan oldinga o'tib va devordan tepaga chiqishlari kerak. Vaqt o'tgani sari ikki yondan lazerlar qisa boshlaydi. Biz o'rtada qolamiz. Ishoning, men bu darajada qiyin bo'ladi deb o'ylamagandim. Harakat qilib ko'raman. Hatto yaqinlasha olmadim ham. Ikkinchi bosqichni boshlaymiz. Nima? A? Bor, jin ursin. Ey, devorlar tezlashyapti. Ketdik. Nima? Bu juda ham qiyin. Tezroq sakrang. Qani. Давай. Lekin u yopilmadi. Men boshida tushunmagan, birinchi chiqishimiz deb o'ylagandim, keyin birdaniga hamma Biroz qo'rqib ketdim. yugurishga to'g'ri keldi, men yugurdim. Qani ketdik keyingi xonaga. Hamma xursand ko'rinadi. Men ularga nima qilish kerakligini tushuntirdim. Sizlar hammangiz tirik qoldingiz. Orangizda bitta odam lazerga sizlarga yozib olingan videolarni olib kelaman. Manimcha men bexosdan tegib ketdim, yana bilmayman. Men ikkinchi bo'lib chuqurga sakradim. Vaqt yetgan bo'lishi kerak. Bilmadim, ko'ramiz. Men kimni lazerga tegib ketganini bilmayman. Men tegib ketmaganman deb umid qilaman. Hozir yuragim chiqib ketadi. Meni ham. Bu aniq. Meni qo'limda kimni lazerga tegib ketganini videosi bor. Men qaramayman. Qani hamma kelinglar. Qarang, bu yerda birinchi raqam ko'rinyapti. Bu yerda birinchi raqam ko'rinyapti. Uni birinchi bo'lib yelkasiga, keyin esa orqasiga teggan. Sen juda ko'p narsaga tegib ketding. Sen bizni to'g'ri tushunasan deb o'ylayman. Xayr bolalar. Hammasi uchun rahmat. Mayli, boshladik. Bu yerda endi 8-raqam ko'rinyapti. Oh, yo'q. Endi qolganini ko'ramiz. Bu yerda sen ko'rinyapsan. Ha. Oh, yo'q. Aytingchi, buni nimasi ayanchli? Axir sizlar 5 kishi qoldingiz. Endi biz xursand bo'lamiz. Lekin afsuski bu xursandchilik uzoqqa bormaydi. Mana sizlarga keyingi bosqich. Bu aqldan ozdiradiganmi? Bu yana nimasi bo'ldi?
Men bilaman, sizlar xavotirdasiz. Vaqt boshlangandan so'ng xavotirlanishga haqiqatan ham arziydi. Sizlarda u yoqqa o'tirish uchun 10 minut vaqt bor. Birinchi yo'lakka o'tasiz, keyin yurasiz va keyingisiga o'tasiz va yetib borasiz. Albatta lazerlardan qoching. Vaqtni yoqamiz. Yaxshi, siz birinchi yo siz birinchi o'ylab ko'rasizmi? Mayli, men birinchi tavakkal qilaveraman. Yaxshi. Hammasi yaxshi, hammasi yaxshi. Men borishim kerak edi. Bu ahmoqona. U yo'lak qimirlayapti, men buni ko'ryapman. Bo'la qol, Raim. 7 minut qoldi. Hammasi joyida. Sen borasanmi? Yaxshi, biz qanday yo'l tutamiz? To'g'risini aytsam bilmayman. Biz hammasini uddalaymiz. Boshlaymiz. Xo'p, men ketdim. Xo'p, 10-ishtirokchi platformada uni orqasida kim? Okay. Ana shunday. Dunyo kimga qo'lida? Qizlarni. Vaqt tugayapti, shoshiling. Balki birga borishimiz kerakdir. O, u sakradi. Ikkinchisi ham. Bu juda ham oson. Ko'ramiz, sen oxirgisisan, 4 minut qoldi. Ehtiyot bo'l, lazer. Tegib ketasan. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Qani qizlar? Yo xudoyim. 3,5 minut qoldi. Qana, sen ham kel. Yo xudoyim, u quyon ekan. O'yinda 8-raqamli ishtirokchi qoldi. Vaqt bor qizlar, vaqt bor. Men bunga ishonmayapman, bolalar. Yana bir qadam qoldi. Yo xudoyim. Sen eplading. Bu juda ham men qiyin Shunchaki bo'ldi. jinnilik. G'oliblarni tabriklayman. Ketdik keyingi bosqichga. Bu katta bo'lgan nurdan o'lim. Nurdan o'lim? Ha, to'g'ri, nurli o'lim. Men bu kemani qurilishida 42 trillion sarfladim. Men qanday qo'shaman bu nurli o'limni? 4-bosqichga xush kelibsizlar. Biz hozir nimani ko'rib turibmiz? Men tushunmadim. Hozir yuragim yoriladi. Bolalar, nurli o'limni yoqing. Nima ekan bu? Voy, bu nima? Biz ko'rib turibmizki, bu nur bilan o'q otadi. Maqsad oddiy. Qizil nurlarga tegmasdan u yoqqa o'tishingiz kerak. Yashil nurlar sizlarni kulga aylantirmasligi uchun ehtiyot bo'ling. Xursand bo'ling. Engash. Oltinchi o'tdi. 8 ham. 5 tasha, qoyil. Hammasi yaxshi. O, jin ursin. Okay. Da. Faqat 4-chi qoldi. O'tdi deb o'ylayman. Menga qutini bering. Deb ketadi. Yaxshi. Olg'a. Bu menga adrenalin bo'ldi. Albatta men xursandman 4 kishi o'tganlaringdan, lekin 6 ta, 8 ta, 10 ta o'tganlaringda men juda ham xursand bo'lardim. Qolganiga shoshilinglar. Men rostini aytaman, keyingi bosqichda hech kim o'lib ketmasa, men juda ham hayron qolaman. Bu yana nimasi bo'ldi? Qamoqqa marhamat. Wow. Lazer eshiklarini yoping. Oh, bro. Okay.
Endi siz lazerdan bo'lgan qamoqxonaning ichidasiz. Bu 10 soatning ichida xohlagan vaqt lazerlar o'chadi va 3,5 sekunddan keyin yangitdan yonadi. Siz bu vaqtning ichida qutini oldiga borib olishingiz kerak. Siz bilasiz, 3,5 sekund bu xonaning ichida juda oz vaqt. Tushunarli aka, tushunarli. O'zingni asra. Demak bizda 10 soat bor. Hayotimizdagi eng muhimi 3,5 sekundga. Odam qancha uxlamasligi mumkin? Nima muammosi 48 soat uxlamaganman. Nimaga? Men shunga o'xshash kompyuter o'yinlarini o'ynaganman. Bu yerda 10 soat o'tiramiz deb o'ylaysanmi? O'ylashimcha ha. Bu meni jicha asabiylashtiryapti. Sayman lazerga teg deyapti. Men yutqazish haqidagi qonun qoidalarini bilmayman-ku, lekin buni vaqt davomida bilib olamiz. Lazerni o'chiring. Iltimos. Meni qornim juda ham och. Kim bizga ovqat olib beradi? Ular ovqat olib kelishmaydi. Agar bu yerga ovqat olib kelib berishsa, bu yerda 10 soat o'tira olamiz. Agar olib kelishmasa, o, jin ursin. Ishlar qalay? Uxlamayotganlarini bilmoqchi edim. Endi yo'q. Nima deb o'ylaysizlar? Necha soat o'tdi? O'ylashimcha 3 soat. 6,5 soat o'tdi. Menimcha qorningiz ochdi. Bolalar olib kiringlar. Biz sizlarga ozroq prime olib keldik. Rahmat, Keysay. Sen birinchi marta prime ichyapsanmi? Ha, men birinchi marta ichyapman. Ha, yaxshi. Birinchi qultim prime. Jinni bo'lay. Xo'sh, qalay ekan? Ta'mi xuddi marojniy. Men ham hayronman. Yaxshi tam. Prime bilan yoqimli ishtaha. Rahmat. 6 soat. Unaqa emas. 6 soat deb o'ylamayman. U o'chishi bilan yuguraman. Bu menga yoqmay ketyapti. Men bu yerda bu pulni yutmaslik uchun o'tirganim yo'q. Sen bilasanmi, qancha ko'p tik tursang, shuncha sekin yugurasan. Sen endi ham tugading. 10 minutdan 10 soatgacha sakrash, bu qanaqasi, Jimmy? Sen nimaga bizga unaqa qilyapsan? Axir bu ahmoqlik. Men o'zimni qafasda o'tirgan hayvonga o'xshatyapman. Hozir ertalabki soat 5, ular esa 7 soatdan beri shu yerda. Pul juda ko'p. Ular hammasi pul to'la qutiga qarab o'tirishdi. Bu qanaqa ahmoqlik? Qachon biz bu tugmani bossak, lazerlar 3,5 sekundga o'chadi. Tugmani bos. Ular o'lgishadi. Ular hammasi yugurishdi. Bu hammasi juda tez bo'ldi. Yo xudoyim, qanday uddaladingiz? Hozir ertalabki soat 5. 7 soat bo'ldi. Biz juda hushyorlik qildik. Sizlardan hech kim yutkizmadi. Shu sabab yana 10 soatga o'sha joyga qaytaramiz. Hazillashdim. Yaxshi. Bu juda uzun kun bo'ldi. Ortimdan yuringlar. Shoshmadim, ha? Shoshmaysiz. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, hammangizga katta rahmat. Xo'p, bolalar, soatlarni ko'rsatadigan bo'lsam, qaranglar. 2:57 biz videoda yarmini tugatdik endi. Bu video kattaligini hisobiga 2 ga bo'lib qilishga qaror qildik. Bolalar, agar video yoqqan bo'lsa, kommentariyaga fikringizni yozing. Menga yoqdi, qolganini ham chiqaring deng. Videoga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Dushi bolalar mehnatimizni qadrlagan holatda. Juda katta mehnat ketyapti. Bitta video uchun 2 kun, 3 kunlab uxlamasdan hatto harakat qilyapmiz. Hammasi sizlarni maroqli dam olib video ko'rishlaring uchun. Hammaga katta rahmat bolalar. Jonlaring sog' bo'lsin. Obuna bo'lib qo'yinglar. Ciao. Mr. B6